Agar hozir oilangizda farzandlaringiz uchun yashayotgan bo'lsangiz, maslahatim farzandlar uchun yashamang. Nimaga to'g'ri meni gaplarim qanchalik xunuk va noto'g'ri eshitilishi mumkin? Aytishingiz ham mumkin. Nima qilaylik? 2-3 bolani yetim qilib ketaylikmi chidamasdan deyishingiz mumkin. Men chidab yashashlik tarafdori emasman. Chunki qanchalik chidab yashaganingiz sari oilada farzandingiz uchun fitna ko'payadi. Siz hozir farzandingiz bor, erta sizni ham farzandingiz sizdagi farzandli bo'ladi. Siz hozir ota-onangiz uchun nima qilib beryapsizki, erta farzandlaringiz siz uchun nima qilib beradi? Baraka topkur. Hozir biz ota-onamiz uchun nima qilib beryapmiz? Biz jon kuydirgan, biz u uchun yashagan, hayotimizni tikib olgan farzandlarimiz erta biz uchun nima qilib beradi farzandlaridan ortib? Shunday ekan, oilani shunchaki saqlab qolish uchun, oilani isloh qilish uchun harakat qiling. Mana shu yoningizdagi inson bilan orangizni munosabatingizni yaxshilash uchun oilangizdagi mustahkamlikni shunchaki isloh qiling va buni Allohdan so'rang xolos.